Olib kelinglar. Ana katamaranlarda uchib. Tezkor xabar: plyajlarda alligator, tumsoq, krokodillar paydo bo'lgani ma'lum qilinmoqda. Ular odamlar hayotiga xavf solmoqda, ayniqsa er-xotinlarga hujum qilmoqda. Siz ham plyajlarga bormasdan uyda o'tiring. Ya plyaj atmeni. Yo'q, yolg'on gapirayotgandir bolaman. Tumsoq deyapti-ku ona. Lekin tumsoqlar yomon odamni yamlamay yutadi. Ma, ukajonim, kirikkim. Apa o'tgan safar ham kelinim bozor ketyapsiz, bozorga meteorit tushdi deb berdim. Apa unaqa qilmang endi. Shunga ham rozi bo'laver, har hafta 40 ming, 45 ming beryapman. Senga yaxshi-ku, har hafta kim senga 45 ming beryapti? Keng safarda 50 ming qilasizlar-ki. O, bu boshqa gapda ana. Qayerda olding o'g'lim buni? Ha, ona suy sergiliga borgandim. Siz bizning avtosalonimizda 25% boshlanish to'lovi bilan xohlagan modelingizni xarid qilishingiz mumkin. S06 modelingizni bo'lsa $6000 bilan olib ketishingiz mumkin. Zo'r ekan-ku. Mashinamizni xarid qilganingizdan keyin sizga qilib beriladigan bonuslarimiz: tonirovka, pollik, radiator setki, paruklarini ham qo'shib beramiz. Bundan tashqari 43 talik smart televizorlarimiz ham bonusga. Olib keldim ana, qanay? Pulda bekitib qo'ydim. Qanday topdi bu? Ya, ha, o'g'ilday yo'lmasin. Onajon, bir yoqqa timsoq dedi, bu yoqqa akula dedi, borib poyezd bilan borib dam olib kelaylik keliniz bilan. Boringlar, bir mazza qilib dam olib kelinglar. Borib o'sha poyezdning balonini teshib, yorib kelaman hozir.